bir, ikki, uch dona olib ketsa bo'laman. Pul yo'q, katta, ya'ni milliard pulim yo'q. Men o'zim endi boshlamoqchiman, mol boqib ko'rmoqchiman deganlarga Rossiyadan olib ketsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bugun savollarga javob olasizlar inshaalloh, xudo xolasa. Videoga boshidan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yib, ana undan keyin bu videomizni Rossiyadan mol olib kelaman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Normalmi? Ko'rinib turibmanmi? Men hozir o'tgan safar menga juda ham katta nima bo'ldi. Ya'ni yemni qanaqa pishirasan, nima bilan pishirasan, qanaqa bo'ladi proses, hammasini ko'rsatib o't deyishdi. Bugun shuning uchun ko'rsataman o'taman orasida ish bilan sizlarga ma'lumot berib o'taman. Ya'ni donaga, O'zbekistonga donalab chorva olib borish haqida ma'lumot beraman. Inshaalloh, xudo xolasa. Bu gaz yoqyapmiz-mi bu gaz? Anaqa pistolet xili gaz. Bu narsa yaxshi narsa emas. Endi yoqish emas, o'zi apparat yaxshi narsa emas ekan. Salqinda buzilib qolar ekan bu. Ko'chada tursa, buni обязательно siz saqlashingiz kerak ekan quruqda. Videoning temasidan uzoqlashib ketmaymiz. O'zbekistonga donalab buqa olib borish yo sigir olib borish. Akalar, qaranglar, hozirgi kunda tayyor dokument bo'lsin, misol kimdir отказ qilsa, karantinda chiqib bo'lgan dokumentini yoki bo'lsin sizga karantin bilan dokument. Akalar, opalar, bir dona dokument narxi 28,000 rubldan 30,000 rublgacha bo'lyapti. Ayrim joyda 35,000 rublgacha bo'lyapti. Ya'ni Rossiyadagi qonun tozaligi haqida dokument 30,000 rubl o'rtacha narxi. Endi siz ikkita mol olishingiz uchun birinchidan 60,000 ga dokument qilishingiz kerak. Ikkinchidan skatovoz narxi yo fura narxi $6,000 boshlanadi to $10,000gacha. Ikkita molingizga 6,000 $10,000 sarflab bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Endi qo'shib olib ketish. Bitta optimchiga qo'shsam bo'lmaydimi? Misol Doston menga qo'shib yubor, menga Sharalel kerak, menga limuzin kerak, menga Angus kerak, ikkita, uchta endi boshlamoqchiman deganlar. Akalar, tushunaman, bilaman, sizga bitta, ikkita kerak, bilaman uni optim narxda olmoqchisiz. Lekin men o'zim ortayotgan optimchiga yoki birinchi marta boshlayotgan tadbirkorga misol Doston, ikkita odamim bor, seni rayoningda, shunga ikkita qo'shib olib ket deyman. U aytadi, Doston deydi, 58 ta men olar ekanman deydi, optim narxdan deydi. Nimaga u ikkitani olish kerak optim narxdan? Nimaga 58 tani olmayapti deydi. Men olsam bo'lmaydimi shu ikkitani deb menga savol beradi. Men unga javob bera olmay qolaman даже. Nima deyishni bilmayman keyin. U oddiy xalq, u dehqon desam ham, davay deydi, men shunga kelishtirib beraman, mendan olsin deydi. Misol 10 million so'm pul qo'ymayman, yo 5 million so'm pul qo'ymayman, 2 million so'm pul qo'yib beraman deydi. Sen uchun, unda ham sen uchun deydi. Bo'lmasa o'zim bilaman qanchadan sotish deb menga aytadi. Shuning uchun akalar, 10 tadan boshlash imkoniyatimiz bor. Unda ham Qozog'iston ochilgandan keyin, Qozog'iston qachon ochiladi biz uni bilmaymiz. Balkim dekabrda, balkim yanvarda, balkim fevralda, balkim martda ochilar, lekin aniq ochiladi. Sababi o'sha Qozog'istonning ichida ham fermerlar boshladi. Ya'ni molim bor, tayyor molim bor. Go'shtchiga olib borsam qarziga so'raydi, keyin menga pulini vaqtida qilib bermaydi deb boshladi o'zi. Shuning uchun nima demoqchiman? Qozog'iston tez ochiladi. Tez ochiladi, xudo xolasa. Ochilsa Rossiyada yengillashadi. Ya'ni Rossiyadan tortib turgan optimchilar Qozog'dan tortadi. Sababi Qozog'da Avlikol, Qozog'da Angus, Qozog'da Simmental kattalari atko'rmishdi именно. Bizni nimalar ko'psi endi hozir nimaga o'rganishib qolishdi? Bu kichkina mollarga o'rganishda ozgina. Atak ko'p optimchilarimiz, именно men o'zim Xorazmliman. Xorazmda avvaldan nima olib kirishadi? Atko'rmishli mol olib kirishadi. Katta molda foyda katta sababi. Kichik molda foyda kichkina, katta molda foyda katta sababi. Shuning uchun katta mol olib kirishadi. Alhamdulillah. Nima demoqchiman? Akalar, bitta, ikkita, uchtani endi hozir ham iloji yo'q, ertaga ham iloji bo'lmasa kerak. 10 tadan qilsak bo'ladi. Unda ham Rossiyadagi dokument narxi sal arzonlasa. Dokument, mashina, rastamoshka, NDS, umuman shu. Rastamoshka, NDS shu. NDS narxlari. Endi NDS arzonlanmaydi, dokument narxi arzonlaydi, mashina narxi arzonlashi mumkin. Dokument hozir pikda.
Dokument narxi hozir bilasizlarmi qanaqa? Oy, prosta 5 tiyinli summa. Oldin misol 3 oy, 2 oy oldin 850 ming rubl bo'lgan dokument, ya'ni har boshiga 16 mingdan, 15 mingdan qilingan dokument hozir 25 mingdan 30 ming, 35 minggacha akalar. Shundan o'zingiz tasavvur qilib hisob kitob qilsangiz, demak men ikkita mol olib kelsam menga ma'muncha summa bo'lar ekan. Shuning uchun men davay optim olaman deb ozgina o'ylashingiz kerak. Juda ham ko'p savol, juda ko'p savol. Har kun Instagramga 10 ta qo'ng'iroq Instagram orqali. Menga 3 taqa ber, menga 10 taqa, 10 ta emas. 10 ta 20 tani biz отказ bermaymiz, iloji bo'lsa aytamiz, tushuntirib. Lekin bitta ikkitaga постоянно отказ berishimiz kerak. Uni aka to'g'risi realniy gap, men sizni qiynashim ham yo'q, iloji yo'q. Sizga juda qimmatga tushadi. Lutchi O'zbekistondan o'zingizning hududingizdagi mol bozordan olganingiz ma'qul. Lutchi. Mana bugun Xorazm bozori kanali bor. Siroj aka shuni kanaldan Xorazm mol bozoridagi narxlarni ko'rdim. Semental buzoqcha olishyapti, misol 180, 200, 250 kilogramgacha. Qanchadan? 18 milliondan 20 milliongacha, 21 milliongacha olishyapti. U mesni Xorazmda o'zida tug'ilgan nimalar? Sementallar. Bilmadim yana. Rossiya semental baribir. Narx bu yerdan ham arzonmi deyman, to'g'risi bozorda. Bu yerdan olib borgan narximizdan ham arzon kelyaptimi deb bir paytlar o'ylab qolaman-da, to'g'risi, realniy. Men xalq tomonlamaman. Men o'zimni interesimni sizdan olaman-ku baribir. Siz menga klient olib kelasiz, men sizdan olaman. Men fermerdan pul olmasam, men dokumentdan pul olmasam, men mashina gaplashganimdan pul olmasam, faqat men sizdan har bir topib bergan molimga, dokumentiga qarashganim uchun, mol topib berganim uchun olaman interesimni. Men siz tomonlamaman hamisha. Shuni hech vaqt yodingizdan chiqarmang. Bu ham undan foyda qilar ekan, ham bundan foyda qilar ekan deb o'ylamang. Unaqa narsa bizda yo'q. Boshqa posredniklarda bo'lishi mumkin, o'zini mashinasini tiqish, o'zini odamlarga borib mol oldirish, qimmatroq bo'lsa ham zo'r deb maqtab. Bizda unaqa narsa yo'q. Olib boramiz klientni, yoqsa oladi, yoqmasa keyingi variant ko'rsatamiz. Vot, shunaqa tartibi. Yana nima qoldi? Mashina narxlarini aytdim, dokument narxini aytdim. Bir dona, ikki donani dasturini aytdim. Yana nima qoldi? Yana nima qolgan bo'lishi mumkin? Qo'shimcha ma'lumot berib o'tay. Nimaga aytmading deb ketmanglar. Eng kam zakaz hozirgi kunda sigirlarga, bo'g'oz sigirlarga 40 dona, katta buqalarga 50-55 dona, ya'ni 450 dan balandlarga 450 gacha 60 dona. 450 gacha. O'zi yozilyapti. Paltarash yozilyapti. Iloji boricha 280 dan pasti mol olmaslik kerak. Bo'lmasa vaziyat bo'lib qolsa, muammo bo'ladi. Ya'ni pul qaytarib berish, unaqa narsalar yo'q akalar. Shuning uchun 280 da pasti mol to'g'ri kelmaydi hozirgi yozilayotgan dokumentlarga. Ya'ni karantinda turgan mollarga to'g'ri kelmaydi jigarlar. Hotlarga qo'shimcha ma'lumot berib o'tdim. 60 dona to 400 gacha bo'lsa amallasa bo'ladi. 400 kilogramgacha bo'lsa. O'zi 400 dan yuqorisi iloji yo'q akalar. Iloji yo'q. Maksimalni ayrimlari 22 tonna oladi. Ayrimlari 24 tonna olishi mumkin. Unda ham iltimos qilsangiz, bo'lmasa ortishmaydi tanapan odam 24 tonna yuk ortishmaydi. 400 kilogramdan bo'lganda 60 dona molingiz 24 tonna bo'ladi. Plus minus bo'ladi baribir uni ham. Shuning uchun qiyin gap. Undan u yog'i kolleksiya ozayadi, kolleksiya ozayganiga sizni molingiz tan narxi qimmatlaydi. Ya'ni 60 ta molga ham narx получается 28 ming 30 mingdan har bir dokumentga и так далее. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Yana bir haliyam sementallardan shug'ullanyapsizlarmi? Qaysi sementallar? Semental buqalar deb yozgan nimada reklamada bor. Semental bola? Semental nomida chiqarilgan reklamada sotiladi. Aniqroq gapiring, qanaqa semental, kilogramlari qanaqa?
Qayerda ko'rdingiz? Instagramdami yo Telegramdami, YouTube'dami? Telegramda. Telegramda bo'lsa hamma ma'lumotlari bo'ladi uni Telegram kanalimda meni. Qancha kilogramm uni? Menga kerak edi-da, shunga sizga telefon qilyapti. 20-30 ta. Qayerga? O'zbekistonga. Yo, O'zbekistonga 20-30 ta iloji yo'q aka, to'g'risi. Eng kam zakaz 60 dona. To 400 kilogrammgacha bo'lsa. Biz hozir 3 ta 4 ta odamni yig'ib bilmaymiz hozir. Bunaqa vaziyat emas, vaziyat sal qiyinroq hozir. Dokument narxi, mashinalar, bu kutish davri, bu narsalarni 10 ta odamga tushuntirib bilmaymiz lekin to'g'risi hozir. Yana yana savol. Qazon nima bu yerda bu? Kazanda.